Xuddi mana shunaqasini olaman deb niyat qilib yurganlar, videoga bitta like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Sotuvda Volvo Eurold parovoz pritsep bilan komplekt holatda 2017 ga pritsepning yili 2017-yilda ishlab chiqilgan. Buni yurgan masofasi ham zo'r aka, 659 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Har doimgidek robot korobkada, salonlarning ichki holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Keyin bu 460 kuchiga ega. Kubasi jami 120 kubani tashkil etadi. Pritsepi moslari uchimiz Schmitz mosda turibdi. Balolarning holati yangi holatda turibdi. Hech qanday kamchiliklar yo'q. Olasiz sirazni ishga chiqarib yuboradigan holatda ekan. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari 85 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. Telefon qilib o'zlari bilan kelishilgan holatda yaxshi narxlarga sotib olishingiz mumkin. Xuddi shu akamizda yana bitta parovoz bor. Mercedes Actros. Uni ham yili 2017 ga 2017. Uni videosini alohida qilib joylab qo'yganmiz. Narxi 70 ming AQSh dollari. Batafsil videosini profilga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Bu videoni mana shunaqa Volvo'ni parovozini qidiruvga fura ishlanishlarga jo'natib qo'ysam esdan chiqmasa, sotuvdagi yana ko'plab furalarni bizni Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. Keyin Lore.uz ichki va tashqi yuklan tashuvchi logistika kompaniya yaxshi narxdagi yuklarni har doimgidek Lore.uzda Telegram guruhiga o'tib olsangiz bo'ladi.